Sizni eringizdan katta deb eshitdik. Necha yosh kattasiz? Moda bo'lib ketdi o'zi. Debsiz asalim, o'ylang siz eshitmay. Savolni to'g'ri bering. Eringizdan katta bo'lsangiz ham nimaga eringizdan yosh ko'rinasiz? Nimaga bunaqa chiroyli parasalar? O'zingizdan kichkinaga tegib olgan bo'lsangiz ham yosh saqlanyapsiz. Nimaga unaqa deb savol bersangiz, men sizga haqiqatlarni aytaman. Asalim, kollagenim kuchlidan meni, shuning uchun yosh ko'rinaman. Ano siz ustiga minib olib kallapochani tozalaysiz-ku, ano molni oyoqlari bilan qo'shib, qo'yni oyoqlari bilan qo'shib, ana o'shanda kollagen bo'ladi. Uni tozalab qo'lingiz sasib, eringizga olib kirib berasiz. Eringiz hammasini suyaklarigacha poqqos tushiradi. Profilingizga o'tib ko'rdim. Palonchi kalakangizdan siz necha yosh kichkina bo'lsangiz ham siz burishib qolibsiz odamlarnikini chaynayman deb asalim. Kollagendan ichib yurish kerak. Eri kichkina ayollardan ko'proq maslahat so'ranglar. Ular o'zini sevadi, erimdan qarib ketmay deb hamma yoshlikda sekretlarini bilishadi. Kollagenda gap asalim olib iching, odamlarni chaynamaysiz.